tongda chiqqan g'ubor yo'q quyoshday, asli inson zoti tug'ilar shunday. Bolalikda go'zal tun ham, kunduz ham, hatto uni o'ylantirar osmondagi yulduz ham. Ertaga ayting bolajonlarga, ular qalbin go'zallikka biz to'ldiraylik. Hayot go'zal, inson go'zal, yashash ham go'zal ekanligini bolajonlarga biz bildiraylik. Ertaga ayting bolajonlarga, ular qalbin go'zallikka biz to'ldiraylik. Hayot go'zal, inson go'zal, yashash ham go'zal ekanligini bolajonlarga biz bildiraylik. Tongda chiqqan g'ubor yo'q quyoshday, asli inson zoti tug'ilar shunday. Bolalikda go'zal tun ham, kunduz ham, hatto uni o'ylantirar osmondagi yulduz ham. Ertaga ayting bolajonlarga, ular qalbin go'zallikka biz to'ldiraylik. Hayot go'zal, inson go'zal, yashash ham go'zal ekanligini bolajonlarga biz bildiraylik. Ertaga ayting bolajonlarga, ular qalbin go'zallikka biz to'ldiraylik. Hayot go'zal, inson go'zal, yashash ham go'zal ekanligini bolajonlarga biz bildiraylik. Yaxshilari o'z bolasiga ertaklar aytib berar, erkalatib sevib quchib bu hayotni o'rgatar. Nechun endi bu dunyoda yaxshidan yomon ko'proq, ko'plar aytib berolmaydi o'z bolasiga ertak. Ertaga ayting bolajonlarga, ular qalbin go'zallikka biz to'ldiraylik. Hayot go'zal, inson go'zal, yashash ham go'zal ekanligini bolajonlarga biz bildiraylik. Ertaga ayting bolajonlarga, ular qalbin go'zallikka biz to'ldiraylik. Hayot go'zal, inson go'zal, yashash ham go'zal ekanligini bolajonlarga biz bildiraylik. Shundagina kelajakda g'iybatchilar bo'lmaydi. G'iybatchilar dastidan tirik odam o'lmaydi. Oramizdagi shaytonlar oramizdagi shaytonlar
odam liqobi ostida yurgan ilon chayonlari, kelajak uchun ular balkim faqat ertak bo'lib qoladi. Kelajak uchun ular faqat ertak bo'lib qoladi.